Yo Lego, assalomu alaykum qarindoshlar, qanday yaxshimisiz? Vaqtingiz xayrli bo'lsin. Mening ismim Farhod. Bu kanal kanallarni qiziqib qarshılaman. Mablag' silish xatarlik, mablag' sog'inchada ehtiyojim bilan ham o'zingizga xos uslubda mablag' silishni o'rganing. Bugungi qismda so'zlaydiganim, yana oldin qitimniki so'zlaganimniki oxiri, yana shu mablag' sog'inchada nimalarga diqqat qilamiz. Masalan, mushtaq ba'zan sizlar qo'ymoqda o'yinlar bor. Meniki sizlarga o'rgatganim o'zimniki uslubi shu Warren Buffettniki o'ziniki solgan nimasi value investment bazasiga mablag' silish, bazasiga mablag' solganchada men degan mushtaq azal vaqtida avvalimiz anaki yaxshi o'zimiz yaxshi ko'rgan yaxshi shirkatlarni tanlab uzun yil mablag' solamiz, jiq mashg'ulot qilib, o'ynab, qilib vaqtimizni sarf qilib qilmaymiz. Andan keyin yana shu shirkatlarning tegi-taktini yaxshi tekshirib, uniki shu asosiy yaxshimi qanday vaqtlarda sotamiz, shu asosiy o'zgarib qolgan vaqtlarda sotamdiq, bularni men vaqt kelgancha so'zlab turman. Yangi xabarlar kelib qolsa. Andan keyin boshqa xil o'ynaydigan usullar qaysi? Hozirgi odamlar vazirlari qanday qima shaklda o'ynayotganlar qaysi? Biz bularni qanday biz bularni qo'yib, bularni o'ynamasligimiz kerak deb tavsiya qilib, bu sonda uchun so'zlayman. Bu bizniki value investmentda uzun o'ynaymiz. Vazirlari qisqa o'ynaydi. Shunda qisqa. Masalan, kunligiga o'zgartib o'ynaydi. Ular qanday desangiz, to'xtamay xabar ko'rdi. Bizning value investmentda unda jiq vaqtingizni sarf qilmaysiz. Bir kunda bir qitim, bir qitim, ko'rmasangiz mishdan bo'lmaydi. Qarab qo'ysangiz bo'ladi. Bular to'xtamay xabar ko'rdi, to'xtamay shu shirkatlarning nimalarni ko'rib turdi. Bular qanday desangiz, masalan, shu vaqtga diqqat qildi. Vaqt atgan masalan 9 da bozor ochildi. Shu 9 vaqtida shunday cho'ng o'zgarish bo'ldi, volatility shunday yuqori bo'ldi. Shu chiqib tushishi. Shu chog'da mushlar mashg'ulot qildi. Burungi vaqtlarda biz kinolar ko'rsak, telefon qilib al bu deydiganlar boshlab. Hozirmi bor, lekin ular telefon qilib qo'ymaydi hozir. Shu kompyuterlar ilib setib, shunaqa aşağıdaki volatility shunday yuqori bo'ldi. Andan keyin bir soat 1-2 bo'lgan chog'da yana bir chiqib tushishi bor. Bozor itilgan vaqtida, masalan, soat 4 da itilgan bo'lsa, balki har bir davlatlarda o'xshamasligi mumkin. 4 ga 10 minut qolgan vaqtida bular yaxshi qaraydi. Shu o'zi yaxshi ko'rgan shirkatlarning paychaklari agar chiqishga o'zgarayotgan bo'lsa, chiqishga ozroq o'zgarayotgan bo'lsa, istiqlom oldi. Tushishga o'zgarayotgan bo'lsa, tushishni oldi. Masalan, chiqish tushishni ma'qul bo'ldi, buni so'zlayman. Andan keyin bu qanday ta'sir qildi desangiz, ikkinchi kunniki soat 9 ga ta'sir qildi. İkinci gün saat 9'da bu azroq chiqishi, ikinci gün atganda shunday yuqori chiqdi. Ya bo'lsa, shunday yuqori tushdi. İkinci gün atganda bular aslında qarab payta bo'ldi. Bu bir xil paras amaliyotda, balki bu to'g'ri paras qildi, yo xato paras qildi, balki ustudi, yo ustdamaydi. Ularniki nisbati balki 50-60%. Men uqmayman, men yaxshi uqmoqman, lekin meniki eganligan nimada bular ancha jiq kirim qilolmaydi. Chunki masalan shu Peter Lynchning kitoblarida deydi, biz shunday jiq ishlarga yo'liqdik. Masalan, urushlar bo'ldi, bizniki prezidentlarimizni haqlar aytibdi, lekin shunday vaqtlarda shunday cho'ng ta'sir qildi amaliyotda. Urushlar bo'lgan vaqtda shunday cho'ng ta'sir qildi bozorga. Shunday vaqtda jiq odamlar elib setib qo'yadi, lekin biz hech qanday o'zgarish qilmadik. Qilmag'ashqa, ya'ni chunki biz bu tushgan bilan qachon chiqadiganini uqmaymiz. Siz eng ostidagi vaqtni ololmaydigan vaqtingizda siz o'zingiz uqmaysiz. Setayotgan, yaqin tushgan vaqtda olmaysiz, balki u setayotgan vaqtingizdan o'ylashga boshlagan bo'lishi mumkin. Buni faraz qila olmaysiz. Shuning bilan Peter Lynch shu bizningki topgan tafovutimiz bilan u fursat parastlar deymiz, ularni qisqa o'ynaydiganlarni fursat parastlarniki topgan nimasi yana biznikida oz bo'ldi. Bizniki statistikamiz qaraganda yana biznikida oz bo'ldi deydi. Shunaqa mutlaqo mashg'ulot qilib ketmasam bo'ldi. Shu value investmentniki yo'l bilan ma'suzlar shunda to'g'ri qilgan bo'lsa, mashg'ulot qilish ketmaydi amaliyotda. Shu Ray Dalio nima deydi desangiz, Ray Dalio
O'zinglarniki portfoliosiniki 75%ni long 25%ni short qilinglar. Qisqa o'ynanglar dedi. Qisqa o'ynanglar deganda men abay deganda kunni o'zgartirib emas, balki necha oyga qarab, bunda ya bo'lsa bir yilga qarab o'zgarasanglar bo'ldi degan gap. U niki deganda shu hozir chiqayotgan, yangidan chiqayotgan texnikalar, masalan Tesla bo'ladigan laniki chiqib bir kelgan vaqtida balki tushib qarabmadi, u chog'da o'zingiz qarab boshqa texnikalarga o'zgarasangiz bo'ldi degan. Ularniki yaxshi bir tavsiya, yaxshi nima u ya. Men u vaqt kelganda hammasini yaxshi tushuntirib qilaman. Anki bugun yana so'zlaydigan nima bo'lsa, shunda muhim ma'noga diqqat qiling. Bo'lsa leverage. Leverage u yoqni diqqat qiling. Buni qaymoq qilsangiz. Leverage nima degan gap desangiz, men buni cho'to deb tarjima qildim. Shunday deb tushuntirsak bo'ldi. Bu qanday desangiz, leverage'da sizga 1 aslik, 100 aslik, hatto 400 aslik leverage'lar keldi. Bo'libmi o'sha iqtisod yaxshi vaqtlarda, iqtisod tushib ketgan vaqtlar, krizislar kelgan vaqtida o'sha hukumatlar istiqlol qonunini o'zgartirib, 400 ni qilmay leverage'larning sonini ozaytirganlar deydi. Shuni qarab bilsangiz bo'ldi-mi shu hukumatlar sizlarning pulingizni az to'liq qo'ymoqchi edi. Amerikaniki shunday yaxshi amaliyotda SEC deymiz, paychaklarni boshqargan hukumatning organi, bizning Avstraliyaniki ASIC. Bular işte kontrol qilib iqtisod krizisi bo'lgan vaqtida fuqarolarniki puli bek turib, bekni qilib ketmasin deb o'sha leverage'larni o'zgartirib turdi. Bu qanday desangiz, masalan, siz almış şirketniki payçakini aldınız deyil. Bu leverage'ni hamma narsa ishlatyapsiz hozir endi. Oltinga, neftga, hamma narsaga. Shuni bek diqqat qiling. Masalan, almış şirketniki hozir $130. Alayki siz 100 payçak almoqchi bo'ldingiz. 100 payçak necha pul bo'ldi? $13,000 bo'ldi. $13,000 siz eğer 100 aslik leverage aldınız değil, 400 aslik lamba, 100 aslik leverage alsanız, siz bununla 100 payçaktan neçe pul töleysiniz? Aran $130 töleysiniz. Aran $130 töleysiniz. Onun şununla sizge işte leverage dep sizi qaymaq turib qıpaygini. Amma dem şunun bilan qanday qaymaq qildi? Men 100 payçak alsam, aran $130 töleyotganman deb. Aşağıda deb ne qildi? Amaliyotda bu qanday qilsangiz, u yan bu ya demas. Bu degan faqatlan bir sizningki olgan biletingiz. Bizlarga masalan, masalan qima o'ynagan vaqtida tanga tashlaydi yo bo'lmasa cho'to tashlaydi-ku, u yoqqa kirish uchun. Cho'to tashlasangiz, u yoqni o'ynay olasiz. Bu u yoqqa kirdingiz, bu sizningki biletingiz. U yan bu yerda emas. Bu $130 faqatlan dastlab kirganingiz. Mayli siz $13,000 to'lang yo $130,000 to'lang, agar bu tushsa yoki chiqsa, masalan $130 o'rildi deylik. $1 o'rilsa, sizningki hisobotingizdan qanday bo'ldi, qanday o'zgarish bo'ldi? Masalan, sizningki hisobotingizda $1000 bor deylik. Ham bu leverage mi qarang? Bunaqa rasmiy payçak oynadım degan gap emas, bu bir rasmiy payçak emas. Bu bir xil to'xtam, bo'lsa bir xil shirkatlar sizga bergan bir to'xtam. Men bilan o'ysam, menda 100 aslik leverage bor o'ynamsa, yo 400 aslik leverage bor o'ynamsa deb bir to'xtam. Agar siz odatdagi leverage yo'qni o'ynasangiz, u sizniki rasmiy bir payçak, shu almış şirkati sizga payçakni berdi. 100 payçakni berdim sana deb bir kinishkidek bir narsa berdi sizga. Bu resmi ma'noda agar sizga unda kinishki vermaydi, faqatlar sizniki bir to'xtam. Agar bu to'xtamingizda siz cho'qim $1000 bilan boshlaysa deb $1000 sog'an bo'lsangiz, anki siz $130 avatdingiz, anki bularda nima bor? Margin bor. Marginga diqqat qiling. Margin degan nima? Masalan, har bir shirkatlarning o'xshamaydi yana. Masalan, ba'zilarniki $130 to'lagan bo'lsangiz, 20'ni, $130'dan 20'ni, yani $65'ni sizge margin qilib qo'ydi.
Agar bu 1 dollar, 130 dollar, 1 dollar o'sgan bo'lsa, siz qancha pul tutasiz? 100 assa bo'lganligi uchun sizdan 1 dollaringiz 100 koy qo'shilib maqdi. 1000 dollarga 100 koy qo'shilib maqdi sizga. 1100 dollar bo'ldi. Bu albatta odamni xushal qildi. O, men 130 dollar bilan ham o'ynasam, 1 koy ustilam 100 koy o'sirga dedi. Amaliyotda u buni bilan qaron bo'lsa, bu siz men shu 13 ming dollar bilan 100 paychakni oldim deb o'ynasangiz bo'ldi. 100 paychak 1 dollar bo'lsa albatta 100 koy bo'ldi, shunaqa. Lekin tushsa 1 dollar tushsa, ya'ni o'xshashlar 100 dollar bo'ldi. 100 dollar bo'lganki sizniki 1000 qo'ysangiz 900 dollar qoldi. Agar o'ylab qarang, 10 koy tushsa, 10 koy tushsa 1000 dollaringiz qolmaydi degan gap hisobotingizda. Masalan, bu shu margin call dedim. Margin call qildi sizga 65 dollar kelgan vaqtida ba'zan shirkatlarniki mushu nimangizni itiblam yutadi. Mushu to'xtamingizni itiblam yutadi. Bu albatta normal emas-da, sizniki 65 dollaringiz qolgan vaqtida paychikangiz yo'qolib ketdi degan gap. Agar siz normal o'ynasangiz-chi, normalda o'zingiz mushu hech qanday leverage yo'q, 13 ming dollarni to'lab yoki 100 paychak oldingiz. 10 koy uchib ketdi. 10 koy ba'zan normal bu. 10 koy uchib ketish. Apple uchun bo'lsin-mi? Ba'zanligi xulosalari chiqqan vaqtida 10 dollar chiqdi. 10 koy uchib ketgan vaqtingizda siz faqat 100 paychak bo'lganligi uchun 1000 koy uftatdingiz. Ya'ni 12 ming dollaringiz bor. Siz uni setayotsangiz, ya'ni 12 ming dollar qaytib keldi sizga. Lekin ma'nosi shu. Siz daily siz 1000 koydan o'ynadingiz, 65 koy margin call qilib, aminasingiz itibdi, hech narsangiz qolmadi. Qaytada o'ynayman desangiz yo'q. Lekin shu 10 koy tushib ketgan vaqtida, ya'ni qaytib o'sgan bo'lsa, men qaytib keldi, meniki pulam deganingiz qaytib kelmaydi, chunki bu itil ketdi. Bu texnik yaxshi shirkatlarning o'mishda. Agar yomon shirkatlarning qanday bo'lsa, margin call yo'q. Yo'q, margin call degan narsa yo'q. Sizga 65 koy qilmaydi. Undan qanday qildi? Sizniki pulingiz 1000 koydan minus mangdi. 20 koy tushgan bo'lsa, minus 1000 koy tutgan bo'lsiz, shirkatga to'laysiz. Bu nimangizni itib turibdi. Qaytib kelgan vaqtida minusni men to'lab hamsam bo'ldi, qaytib kelgan, ba'zi qaytib kelgan vaqtida u yana chiqdi desangiz, u oqmaydi. Mushta o'yinlar bor. Masalan, shu bulturqi nima neftnikini Xitoyda ba'zan banklarniki Jungo bankasi bo'lar. Mushtaning Xitoyga ba'zan o'ziniki fuqarolariga mushta leverage qilib o'ynatibdi, to'xtam qilib. O'ynatib bir Xitoyniki bir ayolnikini ko'rdim. Necha yuz ming xalq pul bilan mushta o'ynatibdi. Neft 4-21-23 minus 30% tushib ketdi. 30 dollar tushib ketdimi, ishda bo'lib qoldi. U bir uyanda shu men oldingi 5-6 qismda so'zlagandek suiqasd planida mushlarniki leverage o'ynaganlarniki pulni tutib olmay deb nim qilgan vaqtida bu Xitoy ayol aytsa bo'lsa banka bunga 5 millionmi to'lam bersa debdi. Siz o'ylab qo'ying, siz odatda mablag' solsangiz 5 ming dollar, 500 ming dollar solsangiz hamma pulingizni uftirib olsangizmi, 0 pulingiz qolsa 500 ming dollar uftardingiz. Bular shu ashta deb o'ylaydi-da, men ashta o'ynayman deb. Kirib bu pulni to'lab yetib, uftishni hammasi umid qilib o'ynaydi-da, hargiz uftarmas. Uftarsam 100 mingni uftiraman deb o'ynaydi. Lekin kim o'ylaydi 500 mingni uftirib yetib, uning ustiga yana necha million qatlab o'tganini. Mushta o'yinlar bu men uchun bir qima bu. Shunga cho'qim diqqat qilinglar. Biz cho'qim value investmentni o'ynaylik. Value investmentni o'ynagan vaqtda to'g'ri yo'lda qima emas, o'zimiz tushunib turib, o'sha Warren Buffett'ningki degandek, sen qadar sen tushunmagan yeringdan keldi dedi. Shunga bunday narsa o'ynamaylik. Diqqat qilinglar. Leverage cho'qim insonlar tutib olsin. Birinchisi men nim dedim. Qisqa o'ynash. Qisqa o'ynashni men ancha yoqtirmayman. Anaki leverage. Undan keyin nima? Call, put, options,
Hold and put options degan bu degan nima desanglar, bu men uchun bir qilmaysan. Buni men bu %100 to'liq tushunmayman. Tushungan vaqtimda yana yaxshiroq tushuntirib beray. Bu meniki hozir tushunganim nima desangiz, masalan, hozirgi alma şirketiniki bazası $130. Eğer siz call alsanız, bu o'sish buy degan gap, o'sishni oldim degan gap, put degan sell. Tushishni oldim, short squeeze desangiz bo'ldi. Tushishni olma degan gap. Call'ni alsanız, masalan, men alma şirketiniki kelasi oyda siz hozirgi vaqtini olmaysiz. Ma'lum bir vaqtdan keyingi vaqtini olasiz. Manch pul o'sidi. Hozir $100dan $140 o'sidi. Ya'ni bu to'xtam manchalarning manchasi tugaydi. Bu bir to'xtam, bu siz paychak oldim degan gap emas. Sizning sherik kinishkiniz yo'q. Bu faqatla bir to'xtam. Bir ma'lum bir vaqtda itildi bu. Aşağıda agar $100 o'sgan bo'lsa, yo bo'lmasa $140 ishib ketgan bo'lsa, shunda jiq pul uta olasiz. Mushu yaqinda bir oyning oldida yuz bergan mushu Wall Street Bets'niki butun fuqarolar pulni tikib mushu nimaga GameStop degan shirkatga u degan bir o'yin mushu PS dedi, Xbox bu narsalarniki o'yinlarni narsani sotadigan bir do'kon amaliyotda. Shunday yaxshi do'konki paychikini mushu Wall ko'chasidagi cho'ng shirkatlar buni setimiz deb sell olgan. Tushirimiz deb. Shu necha $100dan $10 tushib qolgan. Keyin Wall Street Bets deb shu social media uni shirki fuqarolar, odatdagi odamlar shu Wall Street'dagi kapital shirkatlar bilan raqobatlashib, bular buy'ni olgandan keyin biroqlam GameStop'niki paychiki $9'danmi, shu $400'gacha o'sakisizda. Bu kapital shirkatlarimizni vayron bo'lib, nechisi vayron bo'lib ketadi. Anaki ba'zilari meniki olganimda $50,000 bilan ads qopsa $47 million bo'lib ketganda, işte pul qazanganlar bor. Yani ba'zilari qimmat yerda olib $400'da anaki tushib ketdi-da bu yana. $100-200 tushib ketdimi, işte. Tushib bu nurg'un vayron bo'lib ketganlar bor. U bir qimmatga o'xshaydi. Bu shu kelgusiki bir vaqtniki, paychakniki nemisini olgan bo'lsiz. Yana qanday qaymoqdan usullar bor desangiz, birsini deb beray. Masalan, biz odatda buy'ni olamiz. Buy degan o'sishni olamiz. Masalan, alma shirkatniki o'sishni oldim. $130dan necha pulgacha o'sdi, uni bilmaymiz. Kelgusida 30-40 yillargacha u o'sishni biz nima cheksiz o'sdi deymiz-da. Bu cheksiz o'sdi. Shu cheklik. Tushishi 0 bilan shu bilan to'xtaydi. Hargizmi 0 da minus bo'lib olmaydi. Neft o'xshab o'tirib qilsa. Masalan, Berkshire Hathaway shu Warren Buffett'niki paychiki $300 million bo'lib ketdi-da, qancha pul o'sdi belgili olmaydi. Agar siz yana bir o'ynash bor, sell. Ya'ni bu paychakniki tushishini olmaysiz. Tushishini olgan vaqtingizda bu texmo xatarlik, ham texmo qiyin buni o'ynash. O'sha Wall Street'dagi nurg'un analistlar ba'zan chalmishlar o'ynaydi, nurg'un pul tutish uchun, o'sha bankalar bilan to'xtam qilib o'ynaydi buni. Bu sell qilish uchun. Chunki siz bu paychak yo'q sizda. Paychak yo'q turib, men sell qilolmayman, sotolmayman. Shuning bilan bu bir to'xtam berdi sizga banka kelib sizga nima deydi? Men senga bu paychakni qarzga berib turay. Sen qanday sell o'ynaysan, o'zing o'yna bu deydi. Andan keyin bu nimniki alma shirkatiniki sell o'yindingiz. Bu tushgan chaqda pul topasiz. Lekin bu ma'lum bilan qarshi bo'lib qoldi. Okay? Herkes ma'lum o'xshamaydi. Ma'lumki sizningki pul tepishingiz cheksiz, pul turishingiz cheklik. Ma'noda pul tutishingiz cheklik, pul turishingiz cheksiz. Pul o'ssa pul tutirsiz ma'noda. Pul tutarsangiz cheksiz pul tutirsiz. Ma'noda pul tutsangiz cheklik pul tutirsiz. Shuni bu sellni o'ynash shunda tez. Herkesmi o'ynamam. Menimcha bo'libmi birinchi yillari. Men hozirgacha o'ynamayman. Men bundan keyingi vaqtlarda bu o'ynashni tavsiya qilmayman. Shu mushnasiga diqqat qiling. Bexatarlik o'yinlar. Nurg'aylar qaymoq qilib qolsiz. Bundan keyin men texmo inchiklab so'zlab bermay. Birinchisi shu leverage, hargiz o'ynamanglar.
call put option birinchili men hargizmi tavsiya qilmayman. Hargizmi sell qilmang. Mayli men buni tushishiga cho'qim ishonmaysiz. Tesla tushdi deb nurg'un odam, masalan nurg'un shundoq nomi bor donliq analizchilarmi Tesla'ni tushdi deb olgan. Tushmadi. Shunda nurg'un pul turyapti. Uni undaq paras qilib, menimcha eng yaxshisi mush qimor o'ynagandek o'ynamang. Biz o'zimizning yo'li bilan o'zimizning qoidamizga cho'qim mush yo'l Ray Dalio'niki Principle degan kitobida qoidalarga cho'qim qoida tuzum qilib, shu yo'llarda meninglar hargizmi qoidalardan chiqib ketmanglar. Degan bir şey olsun. Rahmat. Agar yaxshi ko'rgan bo'lsangiz, bu bilimlarim sizga shunday foydasi bo'layotgan bo'lsa, men bekorlik so'zlab berayotganim uchun cho'qim meni qo'llab beringlar. Menga cho'ng ilhom bo'ldi. Texnik o'sha obunalarni yig'ib qilishga yordam bersangiz shunday qo'shilma, obuna bo'ling. Mushtaq qimmatli bilimlardan birinchi vaqtda sizlar o'zingizlarga oldinlar keldi. Başmaltaqni besib qo'ying. Rahmat. Degan bir şey olsun. Allah'a emanet.